Qanas Gölü'nün kirish bileti zadi qancha pul? Qanday qilganda Qanas Gölü'ni eng arzon bahada atrofga qo'ynuğul bo'ldi. Texmi güzel joylari qiziqsangiz, menga ergishib oling. Qanas sirliq va go'zalligi bilan dunyoga danglik. Güzelligida Shimol Yevropaning qo'l qo'ydirdi. 1 minut sizni Farishtalar orqa yo'lidagi Qanas Gölü'ge başlayın. Merhamet, 10.000 kvadrat kilometr kelgan Qanas davlatlik tabiiy qo'llanilgan rayon. Altay viloyatiga davlatimizning g'arbiy shimol chegarasiga joylashgan. Qozog'iston, Rossiya, Tashqi Mo'ng'ul qatorliq 3 davlat bilan chegaralandi. Manzil rayon kirish bileti 160 yuan. Uda 2 kun kirishga bo'ldi. Orliq mashinasi 70 yuan, oila mashinasi haydab kirishga bo'lmaydi. Manzil mashinasiga o'ltirib kirganimizda yo'l bo'yi ko'lning ay agim, yotgan ejderha, farishta qo'ltig'i qatorliq go'zal manzil supasidan o'tamiz. Har bir supida mashinadan tushib tomosha qilsak bo'ldi. Oxirgi nuqtasi Qanas Gölü bo'yi. Tavsiyarim bu yerda piyoda ayolning go'zal ko'l bo'yida rasmlarga tushing. Qanas Gölü'ge kelib tomosha supasiga chiqmasak, cho'qim armonda qolamiz. Agar Qanas Gölü'dagi g'alit baxtni ko'rib qolsangiz, muborak bo'lsin. Cho'qim suratga oling. Atki dunyoviy qiziq nuqta xabariga chiqsiz. Manzil supasiga chiqib, yiroqqa nazar solsak, 2 million yil burungi muzliqdan shakllangan sirliq ko'lning to'liq manzarasini ko'ra olamiz. Supaga 1068 bilan payda mengib chiqamiz. Buning orliq mashinasi Orol 20 yuan. Bu go'zal manzardan mas'ul bo'lib, ketgingiz kelmayotamdi. Cho'chaklardagi bu kanat Bayxaba kenti. Qator yog'och uylar, qarliq tog'lar, yop-yeshil o'rmonlar, ko'p-ko'k osmon birlashib, bizga xuddi cho'chaklardagi ibtidoiy o'rmonlik tuyg'usini berdi. Sharoit yor bersa, bu kentda bir oqshom qo'nsangiz, ondan Qanas Gölü'ning to'liq manzarasidan huzur ola olasiz. Mazmunni yoqtirdingizmi? Undaq bo'lsa, yurak berib o'tib, 6 raqamni ko'proq yo'llab qo'yishni unutmang.